أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي. Sure Bakara tefsiri 283. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesinden Bakara suresi 283. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'da euzu billahi mineşşeytanirracim. Eğer sizler sefer üstüde bulup xat yazalaydigan adamni tapalmasanlar, bu çağda qarz hücceti yezip berishning o'rniga görü qo'ydigan narsani topshirsanlar bo'ladi. Aranglarda biringlarga ishinib omonat qo'ysa, u çağda omonatni olg'uchi odam omonatni topshirsin. Yani qarz berguchi qarz olg'uchiga ishinib uningdan bir narsani görü almasa, qarzdor qarzni deyishgan vaqtida qaytirsin. Qarzdor omonatga rioya qilishda Rabbidan qo'rqsin. Guvohlikni yoshirmanglar. Kimki uni yoshirdi ekan, haqiqatan uning dili gunohkor bo'ladi. Alloh qilmishinglarni tamoman bilguchidir. Görüge qo'yishning bayoni to'g'risida. Agar sizlar safar ustida bo'lib, ya'ni safar ustida bo'lib shu muddat ichida bir-biringlar bilan qarz aloqasi qilishsanglar, xat yozalaydigan odamni topolmasanglar, Ibn Abbas ular hujjat yozg'uchi tip qarz ular hujjat yozg'uchini tepib qog'oz, siyo yoki qalamni topolmagan bo'lsa, hujjat yozmay uning o'rniga qarz egisi qarz olgan kishidan görü uchun bir narsa oladi. İbn Abbas Alloh taolaning bu chaqda qarz hujjati yezib berishning o'rniga görü qo'ydigan narsani topshirsanglar bo'ladi degan oyatini görü bo'lsa qo'lga bir narsa elish bilan bo'ladi deganligiga pokit qildi. Bu haqda hadisda Anas radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Payg'ambar alayhisalom vafot bo'lib ketganda uning jangda kiydigan temir kiyimi uning bola chaqalarining yemekligi uchun olgan 30 vasaq arpining o'rniga bir Yahudining yenida görüge qo'yib qo'yilgan edi. Yeni bir rivoyatda Medinilik Yahudilarning yenida idi deyilgan. Aranglarda biringlarga ishinib omonat qo'ysa, u chaqda omonatni olg'uchi odam omonatni topshirsin. Ya'ni qarz berguchi qarz olg'uchiga ishinib uningdan bir narsani görü almasa, qarzdor qarzni deyishgan vaqtida qaytirsin. İbn Abu Hatem Abu Sa'id Xudri radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bu ayet o'zining oldidagi elish berish ishlari va savdo setiqda hujjat yezishga va guvohchi turg'izishga buyurgan oyatning hukmini amaldan qoldirdi. Sha'bi bu oyatning ma'nosi sizlarning ba'zinglarga ishonchlik bo'lsa, uni yozmasanglarmi yoki guvohchi turg'izmasanglarmi hech qanday gunoh yo'q deganlik bo'ladi dedi. Qarzdor omonatga rioya qilishda Robbidan qo'rqsin. Ya'ni ishonchlik deb qaralgan kishi shu ilm birim ishlarida Alloh taoladan qo'rqsin. Bu vaqtda Imom Ahmad, Abu Davud, Tirmizi, Nasa'i va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhisalom qo'lga olgan narsani egisiga qaytarg'uchilik, ya'ni bir kishi bilan narsani saqlab berish uchun yoki boshqa bir ish uchun egidorchiligiga olgan bo'lsa,
hatto egisiga sog' salomat qaytarguncha uni saqlash shu kishining majburiyatidir. Guvohlikni yoshirmanglar. İbn Abbas va boshqalar yolg'on guvohlik berish cho'ng gunohlarning qatoridandir va guvohchilikni yoshirishmi cho'ng gunohlarning qatoridandir deydi. Guvohlikni yoshirmanglar. Kimiki uni yoshirdi ekan, haqiqatan uning dili gunohkor bo'ladi. Alloh qilmishinglarni tamoman bilguchidir. Suddi bu oyatning ma'nosi haqida, ya'ni uning dili buzildi deganlik bo'ladi dedi. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning tuvandagi oyatlarining ma'nosiga o'xshashdir. Agar uni yoshirsak, biz albatta gunohkorlardan bo'lamiz. deb Allohning nomi bilan qasam qilsin. Ey mu'minlar, ilohlik uchun guvohlik berishda o'zinglarning va ota-onanglarning yoki tuqqaninglarning ziniga guvohlik berishga to'g'ri kelgan taqdirdami, adolatni barpo qilishga tirishinglar. Guvohlik berilguchi boy bo'lsa, uningga rioya qilmasdan yoki faqir bo'lsa, uningga iç ağrıtmasdan hamon adil guvoh bo'linglar. Allah sizlardan ularga yaqindir. Ya'ni ularning manfaatining nimada bo'ladiganligini obdan biladi. Nafs xohishinglarga ergishib haqiqatdan burilib ketmanglar. Agar tilinglarni to'lg'isanglar, ya'ni guvohlikdagi paketni burmalasanglar yoki guvohlikdan bosh tortsanglar, bundaqda Alloh haqiqatan sizlarning qilmishinglardan xabardor bo'lib turguchidir. Osmonlardagi, zamindagi shay'lar igidorchilik qilish jihatdan bo'lsin, tasarruf qilish jihatdan bo'lsin, Allohning ilkididir. Dilinglardagi yomonlikni mayli oshkor qilinglar, mayli yoshiringlar, uning uchun Alloh sizlardan hisob oladi. Alloh xohlagan kishiga mag'firat qiladi, xohlagan kishiga azob qiladi. Alloh hamma narsaga qodirdir. Bandalarning dillarida yoshirgan narsa uchun hisob qilinishi yoki qilinmasligi to'g'risida. Allah bu oyatda o'zining osmon, zamin va uning ichidagi barliq narsalarning egisi ekanligini, uning orasidagi oshkora ko'rinadigan yoki ko'rinmaydigan nihoyatda kichik narsalarning uningga maxfiy qolmasdan uning hammasini bilib turadiganligidan, bandalarining qilgan va dillarida yoshirgan yomon ishlar uchun ulardan hisob oladiganligidan xabar berdi. Allah bu haqda mundaq deydi: Aytqinki, dilinglardikini mayli yoshiringlar, mayli oshkorlanglar, Allah onu bilib turdi. Allah osmonlardagi va zamindagi narsalarni bilib turdi. Allah har narsaga qodirdir. Chunki u sirni va uningdan maxfirak ishlarni bilib turdi. Bu haqda oyatlar bak ko'pdir. Bu oyat sahobalarga bak ig'ir tuyuldi. Sahabiler Allah Teala'nın çoğun ve küçük işlerinin hemmisinden hesap edişinden korktu. Bu ulanın imanının bek güçlük ikenlikinin alametidir. Bu haqda İmam Ahmed Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivayet kıldı. Allah Teala'nın osmonlardagi, zamindagi shay'lar igidorchilik qilish jihatdan bo'lsin, tasarruf qilish jihatdan bo'lsin, Allohning ilkitidir. Dilinglardagi yomonlikni mayli oshkor qilinglar, mayli yoshiringlar, uning uchun Alloh sizlardan hisob oladi. Alloh xohlagan kishiga mag'firat qiladi, xohlagan kishiga azob qiladi. Alloh hamma narsaga qodirdir degan oyati tushganda, bu oyat sahobalarga nihoyat ig'ir tuyuldi. Ular payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib tizlanib o'ltirib: "Ey Allohning payg'ambari, biz namoz o'qish, ro'za tutish, jihad qilish va sadaqa berishdek biz qila oladigan ishlarga buyurilgan edik. Hozir sana bu oyat tushdi. Bu oyatda buyurilgan narsalarni biz qila olmaymiz" dedi. Ondan payg'ambar alayhissalom: "Sizlardan ilgirki Yahudi va Hristiyanlar degandek so'zingga quloq solamiz
va buyruqingga qarshilik qilamiz deyishni xohlamsizlar? Balki so'zingga quloq solamiz va buyruqingga bo'ysunamiz. Ey Robbimiz, sening bizning gunohlarimizni kechirishingni tilaymiz. Oxir qaytadigan joyimiz sening dargohingdir danglar dedi. Shuning bilan ular u oyatning hukmiga bosh ekkan edi. Allah bu oyatning keyinidilla tuvendiki oyatni nozil qildi. Payg'ambar Robbi tarafidan uningga nozil qilingan kitobga iymon keltirdi. Mu'minlar mu iymon keltirdi. Ularning hammasi Allohga va Allohning farishtalariga, kitoblarga va payg'ambarlarga iymon keltirdi. Ular Allohning payg'ambarlarining hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisiga iymon etmay qolmaymiz deydi. Ular biz da'vatingni angladik va amringga itoat qildik. Rabbimiz mag'firatingni tilaymiz. Oxir yanadigan joyimiz sening dargohingdir deydi. Ondan ular bu oyatda degan ishlarni qildi. Shuning bilan Alloh yuqoridagi ularga ig'ir kelgan oyatdan hukmni amaldan qoldirib, Alloh hech kimni toqati yetmaydigan ishga taklif qilmaydi. Kishining qilgan yaxshiligining savobi o'zigidir, yomonligining jazosi mu o'zigidir. Ular Rabbimiz, agar biz unutsak yoki xatolatsak, ya'ni biz unutish yoki savanlik sababidan amringni to'liq o'rinlay olmasak, bizni jazoga tortmagin. Rabbimiz bizdan ilgarigilarga yukligininga o'xshash bizga ig'ir yuk yuklamagin. Ya'ni bizni qiyin ishlarga taklif qilmagin. Rabbimiz kuchimiz yetmaydigan narsani bizga ortmagin. Bizni kechirgin, bizga mag'firat qilgin, bizga rahim qilgin. Sen bizning egimizsan. Kafir qavmga qarshi bizga yordam bergin deydi. Degan oyatni nozil qildi. İmam Muslim bu haqda mundaq deb rivoyat qildi. Ondan sahabeler oyatning hukmiga amal qilgan edi. Alloh taolo osmonlardagi, zimindagi shaylar igidorchilik qilish jihatdan bo'lsin, tasarruf qilish jihatdan bo'lsin, Allohning ilkididir. Dilinglardagi yomonlikni mayli oshkor qilinglar, mayli yoshiringlar, uning uchun Alloh sizlardan hisob oladi degan oyatining hukmini amaldan qoldirib, bu oyatni nozil qildi. Alloh hech kimni toqati yetmaydigan ishga taklif qilmaydi. Kishining qilgan yaxshiligining savobi o'zigidir. Yomonligining jazosi mu o'zigidir. Ular Rabbimiz, agar biz unutsak yoki xatolatsak, ya'ni biz unutish yoki samanlik sababidan amringni to'liq o'rinlay olmasak, bizni jazoga tortmagin. Rabbimiz bizdan ilgarigilarga yukligininga o'xshash bizga ig'ir yuk yuklamagin. Ya'ni bizni qiyin ishlarga taklif qilmagin degan oyatga va Rabbimiz kuchimiz yetmaydigan narsani bizga ortmagin degan oyatga Alloh taolo ha ma'qul dedi. Bizni kechirgin, bizga mag'firat qilgin, bizga rahim qilgin. Sen bizning egimizsan. Kafir qavmga qarshi bizga yordam bergin deydi. Alloh taolo ha ma'qul dedi. İmam Ahmed Mujahidning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning yeniga kirib, "Ey Ibn Abbas, men Ibn Umarning yenida edim. Ibn Umar bir oyatni o'qib yig'lab ketdi" dedim. İbn Abbas u qaysi oyat deb so'radi. Men u dilinglardagi yomonlikni mayli oshkor qilinglar, mayli yoshirin qilinglar degan oyat deb javob berdim. İbn Abbas bu oyat tushganda payg'ambar alayhisalomning sahobalari nihoyat g'amkin bo'lib, "Ey Allohning payg'ambari, biz halok bo'ldik. Biz so'zlagan so'zlarimizga va amaliyat qilgan ishlarimizga hisob ilinatdik. Amma dilimizning ishlari
bizning ixtiyorimizda emas dedi. Ondan Payg'ambar alayhissalom ularga sizlar sözünge quloq solamiz va buyruqingga bo'ysunimiz danglar dedi. Ular sözünge quloq solamiz va buyruqingga bo'ysunimiz dedi. Ondan o ayetning hukmi payg'ambar Rabbi tarafidan onun nazil qilingan kitobga iymon keltirdi, mu'minlarga iymon keltirdi. Ularning hammasi Allohga ve Allah'ın farishtalariga, kitoblarga ve payg'ambarlarga iymon keltirdi. Ular Allah'ın payg'ambarlarining hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisiga iymon etmay qolmaymiz deydi. Ular biz da'vatingni angladik ve emringe itoat qildik. Rabbimiz mag'firatini tilaymiz. Ahiri baradigan joyimiz sening dargohingdir deydi. Allah hech kimni taqati yetmaydigan ishga taklif qilmaydi. Hech kimning qilgan yaxshiligining savobini kishining qilgan yaxshiligining savobi o'zigadir. Yomonligining jazosi mu o'zigadir degan oyat amaldan qoldirildi. Şunun bilen ularning dillaridagi narsalar hisob elishdan kechirilib etib, ularning ish harakatlaridan hisob elindigan bo'ldi. Hadis olimlari Abu Hurayradan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ummatim diliga kechgan narsani so'zlamaslar yoki uni amaliyat qilmaslar, Allah men uchun uni ulardan kechirib etdi. İmam Buxoriy ve Muslim Abu Hurayra'dan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Allah farishtalarga bendem bir yomon ishni niyat qilgan bo'lsa, uni yozmanglar. Agar bendem u yomon ishni qilgan bo'lsa, uningga bir yomonlik yozinglar. Agar u bendem bir yaxshi ishni niyat qilib, uni qilmagan bo'lsa, onunğa bir yaxşılıq yezinglar. Agar u yaxshi ishni qilsa, uni 10 qilib yezinglar dedi. Payg'ambar Rabbi tarafidan onunğa nazil qilingan kitobga iymon keltirdi. Mu'minlarmu iymon keltirdi. Ularning hammasi Allohga va Allohning farishtalariga, kitoblarga va payg'ambarlarga iymon keltirdi. Ular Allah'ın peygamberlerinin hiçbirini ayırıp etmeyimiz. Yani ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisiga iymon etmay qolmaymiz deydi. Ular biz da'vatingni angladik ve emringe itoat qildik. Rabbimiz mag'firatini tilaymiz. Ahiri yanadigan joyimiz sening dargohingdir deydi. Allah hech kimni taqati yetmaydigan ishga taklif qilmaydi. Kişinin qilgan yaxshiligining savobi o'zigadir, yomonligining jazosi mu o'zigadir. Ular Rabbimiz agar biz unutsak yoki xatolatsak, ya'ni biz unutish yoki savanlik sababidan amringni to'liq o'rinlay olmasak, bizni jazoga tortmagin. Rabbimiz bizdan ilgirkilarga yukligininga o'xshash bizga og'ir yuk yuklamagan, ya'ni bizni qiyin ishlarga taklif qilmagan. Rabbimiz küçümüz yetmeydiğen nersini bizge atmagın. Bizni keçirgin, bizge mağfiret kılgın. Bizge rahim kılgın. Sen bizning egimizsen. Kafir kavmga karşı bizge yardım bergin deydi. Allah bizge bu iki ayet bilen menfaat kılsın. Bu iki ulug' ayetning ortiqchiligiga aloqador hadislarning bayoni to'g'risida. İmam Buxoriy Abu Mas'ud radiyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Kimiki kechida Sura Baqaraning oxiridagi 2 oyatni o'qisa, u 2 oyat uningga yetarlikdir. İmam Muslim Abdullah radiyallahu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Allah Teala Peygamber aleyhisselamni Mekke'den Palestin'deki Beytul Mukaddes'e bir kişide elip gelip
shu yerdan osmonga ko'targan Isro kechasi zamindan ustiga o'rlagan narsaning hammasi yetib chiqib, uningdan xohlaganni tutib qoladigan, uning ustidan tushgan narsa uning qishig'iga yetib kelsa, uningdan xohlaganni tutib qoladigan 6-osmondagi u Sidratul Muntahani olamlarning Robbining nuri qoplagan chog'da ko'rdi degan oyatda bayon qilingan yupqi oltindan bo'lgan Sidratul Muntaha degan daraxtning qishig'iga yetkazildi. Payg'ambar alayhissalomga 5 vaqt namoz Sura Baqaraning bu 2 oyati va ummatining ichidan Alloh taolaga shirik keltirmay o'lib ketgan kishining gunohining kechirilishidan iborat 3 ish berildi. Sura Fatihaning fazilatini so'zlaganda Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bizning oramizda Payg'ambar alayhissalom o'ltiratdi. Uning qishida Jibril alayhissalom bor edi. Ushtum tut yuqori tarafdan bir ovoz anglandi. Ondan Jibril ko'zini osmonga tikib, bu buningdan burun echilib baxmagan osmonning bir eshigidir dedi. U eshikdan bir farishta tushdi. Ondan Payg'ambar alayhissalomning qishig'i kelib, sendan ilgirki payg'ambarlarga berilmagan, faqat sana berilgan 2 nur bilan xo'sh bishorat olgan. U 2 nur bo'lsa-mu Sura Fatiha ve Sura Baqaraning oxirgi oyatlaridir. Ve u 2 oyatdan bir harf o'qsang, tilginingga erishsan dedi. Degandiki Sura Fatihada bayon qilingan edi. Bu 2 oyatning ma'nosi to'g'risida Allah hammasidan xabar berib mundaq dedi. Ularning hammasi Allah'a ve Allah'ın farishtalariga, kitoblariga ve payg'ambarlarga iymon keltirdi. Ular Allah'ın payg'ambarlarining hech birini ayirib etmaymiz, ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisiga iymon etmay qolmaymiz deydi. Mu'minlar Allah Taolaning bir yolg'iz ekanligiga, uningga hamma mahluqotlarning ehtiyojli ekanligiga, uningdan boshqa ibodatga loyiq zotning yo'qligiga va uningdan boshqa Robbning yo'qligiga ishonadi. Ular hamma payg'ambarlarga osmondan nozil qilingan Alloh taolaning kitoblariga ishonadi. Ular payg'ambarlarning ba'zisiga ishonib va ba'zisiga ishonmay, ularning orasini ayirib etmaydi. Hatto hammasining elib kelgan shariatlari qiyomat kunigacha davomlashadigan payg'ambarlarning eng oxirgisi bo'lgan Muhammad alayhissalomning shariati bilan amaldan qoldirganga qadar Allah Taolaning izni bilan ularning ba'zisining elib kelgan hukmi ba'zisininkini amaldan qoldirilmasimi, oxirida payg'ambarlarning hammasi mu'minlarning qarshida rostchil, to'g'ri yo'l boshlig'i, to'g'ri yo'l topqichi va to'g'ri yo'lga boshlovchi kishilar hisoblandi. Ular biz da'vatini angladik va amringa itoat qildik deydi. Ya'ni ey Robbimiz, biz sening so'zingni angladik, uni tushundik va uning bo'yicha amal ibodat qildik. Robbimiz, mag'firatingni tilaymiz. Ya'ni ey Robbimiz, biz bizning gunohimizni kechirishingni va bizga rahim qilishingni so'raymiz. Alloh hech kimni taqat yetmaydigan ishga taklif qilmaydi. Ya'ni Alloh taolo bir kishini uning kuchi yetmaydigan ishga buyurmaydi. Bu Alloh taolaning mahluqotlariga bo'lgan mehribonligi, rahmati va ularga qilgan yaxshiligidir. Bu oyat uning oldidagi sahobalarni qo'rqitib etgan. Dillaringlarda yomonlikni mayli oshkor qilinglar, mayli yoshiringlar, uning uchun Alloh sizlardan hisob oladi degan oyatning hukmini amaldan qoldirib etdi. Agar Alloh hisob olsa-mu, lekin
bir kishining dilidagi vasvasiga o'xshash uni qaytarishga qodir bo'lolmaydigan narsa uchun uni azoblamaydi. Dilidagi vasvasiga o'xshagan uni dilidan chiqarib o'tishi mumkin bo'lmaydigan narsani dilidan chiqarib o'tishga buyurmaydi. Dillardagi buzuq vasvasalarni yomon ko'rish iymonning talabidir. Kishining qilgan yaxshiligining savobi o'zigadir, yomonligining jazosi o'zigadir. Ya'ni bu yaxshi va yomon ishlar buyurilgan va to'salgan ishlarning qatoriga kirgan bo'lishi lozim. Ondan Allah bendilerini o'zidan hojatlarini tilashga buyurdi ve ularning hojatlarini haqiqatan ijobat qiladiganligiga kepil bo'ldi. Allah ularni mundaq deb tilashga buyurdi. Rabbimiz agar biz unutsak yoki xatolatsak, ya'ni biz unutish yoki sabanlik sababidan amrni to'liq o'rinlayolmasak, bizni jazoga tortmagan. Ya'ni biz bir farizni unutib qilib qilmay qolsak yoki unutib qilib bir harom ishni qilib qolsak yoki biz bir ishda uning to'g'ri tarafini bilmay xato ketib qolsak bizni jazoga tortmagan. Yuqorida İmam Müslimning rivoyat qilgan hadisida mu'minlar mushundaq tilganda Alloh taolo ma'qul deganligi bayon qilindi. İbn Abbas radhiyallohu anhumaning hadisida mu'minlar shundaq tilganda Alloh taolaning sheksiz shundaq qildim deganligi bayon qilindi. Rabbimiz bizdan ilgirkilarga yukligininga o'xshash bizga ig'ir yuk yuklamagan. Ya'ni bizni qiyin ishlarga taklif qilmagan. Ya'ni sen payg'ambaring Muhammad alayhissalomni oson va yengil din bilan avatding. Sen uning bilan avatgan dinda bizni qiyin ishlarga taklif qilmagan. Bu oyat haqida İmam Müslimning Abu Hurayradan rivoyat qilgan hadisida mu'minlar shundaq tilganda Alloh taolaning ma'qul deganligi bayon qilindi. İbn Abbas payg'ambar alayhissalomdan rivoyat qilgan hadisida Alloh taolaning haqiqatan shundaq qildim deganligi bayon qilindi. Bu haqda payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: Men haq va yengil bir din bilan avatildim. Rabbimiz kuchimiz yetmaydigan narsani bizga ortmagan. Bizni kechirgin. Ya'ni ey Alloh, sen biladigan bizning qilib salgan kamchilikimizni kechirgin. Sen biladigan bizning qilib salgan kamchilikimizni kechirgin. Bizga mag'firat qilgan. Bizning orliqimiz bilan boshqa bandalaringning orliqida bo'lib qolgan xatolikdan bizni kechirgin. Bizga rahim qilgan. Ya'ni oldimizda keladigan ishda sen bizga utuq ato qilishing bilan yana bir gunoh ishga tushib qolishimizdan bizni saqlagan. Şun olimlar mundaq dedi: Gunoh qilib salgan kishi mundaq 3 narsaga muhtoj. Birinchi, Alloh taolaning uni kechirishiga. Ikkinchi, Alloh bandalarining orasida uning gunohini yeyib, ularning orasida uni rasvo qilmasligiga. Uchinchi, uni yana uningdan cho'ngroq gunohga tushib qolishdan saqlashiga muhtojdir. Başdagi hadisda Allah Teala'nın ma'qul deganligi bayon qilinib o'tdi. Yana bir hadisda Allah Teala'nın haqiqatan shunday qildim deganligi bayon qilindi. Sen bizning egimizsan. Sen bizning egimiz, yordamchimiz. Biz sana tevekkül qilamiz. Sendan yordam talab qilamiz. Sana tayinimiz ve senden başqa kuch-quvvat egisi yo'q. Kafir qavmga qarshi bizga yordam bergin deydi. Ya'ni diningga, birlik borlig'ingga ve payg'ambaringga tangan, iymon etmagan, senden boshqasiga ibodat qilgan ve sana shirk keltirgan kafirlarga qarshi bizga yordam qilgan ve dünya oxiratda bizga yaxshi oqibat ato qilgan. Hadisda mundaq deb keldi: Alloh taolo ma'qul dedi. Yeni bir hadisde mundaq deb keldi: Alloh taolo sheksiz shundaq
qilaman dedi. İbn Jarir Abu Ishoqning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Muaz radhiyallohu anhu bu suradan kafir qavmga qarshi bizga yordam bergin deydi deb tugatsa amin deydi. Alhamdulillah. Shuning bilan sura Baqaraning tafsiri tugadi. Barliq hamd sana Allah Taala xosdir. Ve ahiru da'ana elhamdülillahi rabbil alamin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.